Peterda mehnat muhojir kuryerlar reydlar deb vaqtinchalik ishga chiqishni to'xtatishdi. Nijnegorodskiy oblastida bir nechta sohalarda yana mehnat muhojirlariga ishlashga zapret kiritildi. Rossiyaning gosuslugalarida endi siz nomingizga ochilgan sim kartalarni tekshirishga imkoniyat paydo bo'ldi. WhatsAppda o'zini profilini firibgarlarga arendaga berayotgan shaxslarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilmoqda. Rossiyada Telegram kanallar orqali reklama sotayotgan shaxslarga yangi soliq qo'yilmoqda. Peterda o'z vatandoshini urib o'g'irlagan 6 ta O'zbekiston fuqarosi qo'lga olinishdi. Rossiyaning bir nechta deputatlari mehnat muhojirlarini bolajonlariga kiritilgan imtihonlarni kuchaytirish taklifi bilan chiqishdi. Yil boshidan faqat 18 mingta mehnat muhojir amnistiya tizimi bilan foydalanishdi. Rasmiy ma'lumot. Saxarvaga ketayotgan avtobusda mehnat muhojirlar tuzoqqa tushib qolmoqda. Rossiyaning prezidenti Vladimir Putin migratsiya sohasida yangi vakolatxonani yo'lga qo'yish haqida qarorga imzo qo'ydi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun 6-aprel va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin odatdagi sizlardan iltimos, podpiska bosib qo'yishni unutmang. Katta rahmat. Birinchi yangilik Peterdan keldi. Bu yerda o'tgan hafta doirasida aynan mehnat muhojir migrantlarga nisbatan katta reydlar bo'lib o'tdi. Reyd natijasida mehnat muhojir kuryerlarni to'xtatib, ularni politsiya bo'limlariga olib borib va ko'p vaziyatlarda shu samokatlarni, velosipedlarni olib qo'yishdi. Здравствуйте. Гражданин РФ, да? Так точно. Mana bu video orqali ham tushunyapmiz. Bu reyd faqat mehnat muhojirlar, chet el fuqarolariga nisbatan bo'lgan va aynan shu sabab Peterda ko'p mehnat muhojirlar, aynan kuryer bo'lib ishlayotgan yigitlar ishga chiqishga vaqtinchalik to'xtatib qo'yishdi. Bunday vaziyatda shu mahalliy aholi, ish beruvchilardan ko'p e'tirozlar chiqish boshladi. Dastavkalar atmen bo'lyapti, vaqtida kelmayapti va bir xil vaziyatlarda umuman kuryerlarni topish olmayapti. Endi menimcha bu tabiiy hol. Agar sizlar katta shaharlarda bunday mehnat muhojir migrantlarga, kuryerlarga katta reydlar qilsanglar, albatta hech kim ishga chiqmaydi va o'z o'rnida ko'p ish beruvchilar o'z mahsulotlarini shu kafelar, oziq-ovqat magazinlar o'zini xaridorlariga yetkazib bera olmaydi. Bu degani bu magazin, restoranlarni viruchkalari, aynan kuniga topgan pullari, daromadlari ham tushib ketadi. Mahalliy aholi esa o'z o'rnida bunday qulay dastavka xizmatlarsiz qolib ketadi. To'g'risini aytsam, men tushunmayman, nima uchun bunday aynan kuryerlarga shu politsiya xodimlari bunday nazorat tashlashgan. Mening fikrim bo'yicha bu eng ko'p ishlaydigan shahar iqtisodiyoti